Said opa, nima qilyapsiz? Ishlab pul topyapman. Halol mehnat, to'g'rimi? Bizni shudgorimizga tosh otib o'tirgan negativchilar. Biz sizlar o'ylagan darajada like bosinglar deb pul topish uchun xalqdan like pulanib o'tiradigan noshud, noqulon, qo'lidan ish kelmaydigan yoki ayollarni yotgan joyini sizlar bizni 15 sutkaga qamalib ketdi deb o'ylamasinglar uchun ko'rsatadigan, birovning mahramiyatini hurmat qilmaydigan darajada befarosat emasmiz. Uzr. Qozog'iston Chimkent degan joydaman. Ko'rganinglardek halol mehnat bilan farzandimni boqish uchun keldim, o'g'lim bilan birga, mahramsiz emas. O'g'lim men bilan birga ishlayapti, faqat u uyga keladi. Topganingizga baraka bersin ilohim. Rahmat. Butun musofirdagi vatandoshlarimizni Alloh panohida saqlasin. Faqat biz vatandoshlarimizni qaysi millat, qaysi davlat, qaysi irq bo'lishidan qat'iy nazar vatanidan uzoqda yurganlarni Alloh hamisha panohida saqlasin. Meni 15 sutkaga qamalib qoldingizmi deb so'ragan qiziquvchan kuzatuvchilarim 15 sutkaga qamalib qolgan yo'q deyapmanmi? Ishga kelmoqchi bo'lganlarga taklif qilamiz. Bir oy oldin kelgan andijonlik hamshaharlarimiz $500 ishlashdi bir oy davomida. Er-xotin kelganlar $1200 maoshga ishlabmiz deyapti. Bu bizni ovqatlanadigan joyimiz. Hozir ovqat mahali bo'lmagani uchun odam oz, bu oshxonamiz. Uzr, meni 15 sutkaga qamalib qolibdi deb o'ylayotganlar. Men qamoqxonada emasman, faqat ayollar yotoqxonasi. Meni farosatim ayollar yotadigan joyni YouTube'da ko'rsatishga yo'l qo'ymadi, kechirasizlar. Shu uchun ayollar yotoqxonasini ko'rsatmadim. Mana shu yer bizning ayollar yotoqxonasi. Mana 15 sutkaga qamab qo'ysa bo'ladigan joyga o'xshayaptimi? Mana. Kelmoqchi bo'lganlar uchun kontakt aloqa telefonlarini qoldiraman, raqamlarini. Qozog'istonda ish joyi o'zbek tadbirkoriga tegishli bo'lgan joy. Hujjatlaringizni ish joyi o'zi ta'minlab beradi. 4 mahal ovqat, yotoq joyi ishxonaning hisobidan. Xullas kalom, Rossiyada xoruzor bo'lib, it boylasang turmaydigan joylarda ishlab, qiynalib, pulingizni ololmay, polisga ushalib, ajdankalarda 15 kun, 20 kun, oylab, yillab yotgandan ko'ra, kelinglar, ishlanglar, mazza qilib, pulinglarni topinglar.